1 kvadratiga 500 dollardan Toshkent shahar Sag'bondan 189 kvadrat metrlik kvartiramizni xarid qilgan bo'larmiz. Sizlar bilan bitta obzor qilib beraman. Siz bo'lsa bu videoni shunaqa arzon narxda kvartira qidirayotgan tanishlariga jo'natib qo'ying. Ishoning, bunaqa arzon narxda topa olmaysiz. Eshikdan kirishimiz chap tarafda bitta katta xona, uning yonida oshxona, bu yoqdan ikkinchi etajga chiqiladi. Bu yoqda sanuzel joylashgan bo'ladi. Bu yoq tarafimizda yana bitta xona, kattalar uchun yotoqxona o'zini sanuzeli bilan birgalikda. Bu yoq tarafimizni ko'rsanglar bo'ladi. Hol qismi, bu yoq tashqari terrasasi. Bu yoqqa mana oshxona qilib qo'ysangiz bo'ladi siz ham. Terrasadan bitta manzarani ko'ramiz, keyin tepaga chiqamiz. Mana vidni ko'ryapsizmi, aka? Toshkent shahar Sag'bon bo'ladi. 189 kvadrat metr, 1 kvadratga 825 dollardan, tepa mansarda 110 kvadrat metr, uni bonusga xarid qilasizlar, uni bonusga berib yuborishadi. Endi tepa etajni ko'ramiz. Ikkinchi etajga chiqishimiz bo'ladi. Mana shunaqangi holatda ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bizning sotilayotgan kvartiramiz korobka holatda bo'ladi. Mana shunaqa chiroyli holatga keltirishingiz uchun egalari bilan yana gaplashasizlar. Korobka holatdagi narxi o'sha 825 dollardan. Agarda siz remont bilan oladigan bo'lsangiz, uni egalar bilan gaplashasiz. Egalarning o'zligi shunaqa remontlar qilib berishar ekan. Qiziqqanlar uchun pastdagi raqam bo'ladi, telefon qo'yasiz.